bir kechada o'qib tugatsa bo'ladigan va o'qiganingizga afsuslantirmaydigan kitob. Michael Sparksdan Dnevnik pamyati, xotira kundaligi. Agar sizlar maza qilib yig'lamoqchi bo'lsanglar ham shu kitobni o'qishni maslahat beraman. Kitob o'zi nima haqida? Kitob albatta sevgi haqida. Lekin bu yerda erkak kishini qanaqa seva olishi haqida. Kitobda bosh qahramonlar podrastkoy yoshida uchrashgan bo'ladi va o'sha taqdir taqozosi bilan qiz ketib qoladi va bular ajrashishiga to'g'ri keladi. Undan keyin 14 yil bir-birini ko'rmaydi. Lekin shunda ham Noy ismli bola, o'sha bosh qahramon 14 yil kutadi va uni orzusidagi uyni quradi. Ya'ni u qiz rassom bo'ladi va o'sha oynalari dengizga qarab turgan, quyosh botishiga qarab turgan uyni orzu qiladi va bola aynan shunaqa uyni quradi. Kitob boshida tuyulishi mumkin, voqealar juda ham tez bo'lib ketgandek, lekin hamma narsa, hamma moral buni kitob oxirida aynan eng yig'latadigan joyi ham. To'g'ri spoiler bergim kelmayapti, lekin prosta o'qinglar. Kitobda shunaqangi bosh qahramonni, o'sha qizni, ayolni qanchalik yaxshi ko'rishi, qanchalik qadrlashi haqida berilganki, sizlar hayron qolasizlar.